Ko'rib turganingiz Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining haftalik dayjest loyihasi. Biz bu yerda universitetimizda bo'lib o'tgan eng so'nggi yangiliklar haqida xabar beramiz. Efirda men Amina Ismoilova hamda hamkasbim Ikromxo'ja Sa'dullayev. Xabarlarni doimgidek oliygohimizga bo'lgan xalqaro tashriflarga doir ma'lumotlar bilan boshlaymiz. 2025-yil 18-noyabr kuni universitetimizda Yamagata viloyatining sanoat va mehnat boshqarmasi hamda Yaponiyaning bir nechta yirik ishlab chiqaruvchi korxonalardan iborat delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar inson resurslari, tadbirkorlik va ta'lim rivojiga doir masalalar yuzasidan fikr almashdilar. 20-noyabr kuni universitetimizda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda O'zbekiston hamda Ozarbayjon yoshlarining do'stlik hamda hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbirda Ozarbayjondan tashrif buyurgan yosh islohotchilar jamoat birlashmasi ham ishtirok etdi. Konferensiya davomida ta'lim, madaniyat, innovatsion tashabbuslar, qo'shma loyihalar hamda yoshlar diplomatiyasi yo'nalishlarida hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, 18-noyabr kuni universitetimizda Alloma Iqbol she'riyatida o'zaro totuvlik va bag'rikenglik mavzusidagi madaniy kecha tashkil etildi. Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar instituti direktori Ulamjon Arifjonov Sian shahrida tashkil qilingan yoshlar forumida ishtirok etdilar. Dasturni talabalar uchun foydali bo'lgan e'lonlar bilan davom ettiramiz. Universitetimizning Jadidshunoslik ilmiy tadqiqot markazi qoshida Fitrat izdoshlari nomli yangi to'garak o'z faoliyatini boshladi. To'garakda ishtirok etishni istasangiz, ekrandagi havola orqali guruhga qo'shilishingiz mumkin. To'garak faoliyati Turkiston jadidchilik harakatining yirik namoyandalari, xususan birinchi o'zbek professori, sharqshunos olim Abdurauf Fitratning hayoti va ilmiy merosini chuqur o'rganish hamda yoshlar orasida keng targ'ib etishga qaratilgan. Yil talabasi 2025 Respublika ko'rik tanlovining universitet bosqichi g'oliblari aniqlandi. Talabalarimizni hamda ustozlarimizni ushbu yutuqlar bilan muborakbod etamiz. Talabalarimizga esa davomli muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilgan Ona tilim qalbim tarjimoni Respublika ko'rik tanlovi hamda xorij tillar fan olimpiadasi respublika bosqichida ishtirok etgan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabalari va ularning ustozlariga universitet tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Barcha ustozlarimizni va talabalarimizni ushbu yuksak natijalar bilan qutlab qolamiz. Shu bilan dasturimizning navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Loyihamizda e'lon qilmoqchi bo'lgan xabarlaringiz bo'lsa, ularni Source Digest bot manziliga yuborishingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.